Çıkarın. Evet. Ayağım sinmegende olishaverarman. Turgizinchi. Qani. Wow. Ha bu yorib-yoribsiz Hojdog'a buni. Maşallah. Mollarning holati haqiqatan tiniq. Hojdog'a. Taroziga 55 dan beraverasiz. 58 mingdan berasizmi? Kesin gelmesi uğrağım. Ya gap yo'q. İş bitadimi? Assalomu alaykum. Sementalus kanalining hurmatli obunachilari, hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videorolikimiz boshlaymiz. Bugungi sanamiz nechinchi? 16-mi? 12. 12-mart haftani chorshanba kuni. Xudo xolasa laklar bostirsalar biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qazog'ovul degan joydamiz. Qiziltepa sanatoriyasidan orientir 3 kilometr. Ishqibozlarga aka-ukalar haqiqiy sementallar sotiladi. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Hozir obzorlarni qilib, chiroyli qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Qayerdan o'lchanar? Xo'p, zotga olaman deganlarga vobshim dahshat holatda bu qolar. Bular yosh qanaqa bo'ldi, hozir aka? Ha? 2 yaşar. Qaysi bir 2 yashar bo'ldi? Mana anu, o anu. Ikki bo'y uzun katta bilan? Kattasi 2 yashar bo'ldi. O, narigichi to'qol. Shaqi yo'q. Bu ham 2 yashar bilan hali yoshga to'lmadi. 2 ga bormadi endi anu uchovi. Ha, nechtasi 2 yashar bo'ldi bu yerda? Ikkitasi. O, eng kattasi bilan nari shaqi yo'qmi? Ha? Bu shoqi. Bu qora. Bo'ldi. Bu gibridmi? Gibrid. O'nuvchi to'g'rida turgan. Bu 2 ga borgan yo'q. Ha, o'zi bilinib turibdi. Zo'r ekan. Bu sementaliga galishtina, xudo xolasa. Ikkita. Gap yo'q. Xo'p. Hoji aka, nimalar beryapsiz endi bularga? Şuncara. Silyoz? Seviyoruz. 2 oldi ham bosdingizmi deyman, rasa semirtiradigan. Ya, şöyle bu yani. Yapırım ya. Yo'q, 2 ol qilinmaganmi bularga? Maşallah. Ashuna bitta chaqirtiraylik. Bu zotlar libo joyda xudo xolasa o'zini o'rnidan hurmatini. Ay chempionmi otasi? 1 ton. Otasi necha kilo ekan buni? 1380. 1380 kilolik buqani bolalar. Qonlari toza, bexijolat. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ro'zada to'g'risi kasda ham chaynab yuryapti, xafa bo'lmaysizlar. Ba'zi ro'zachilik. 3 martadan gapirib yuryapman bitta gap. Oyog'im ketgan ba'zi, o'xshab yuribman. Gips to'plashadi. Mashinasi yo'qdi aka-ukalar menga, zotga. Aylanib ham, o'rgilib ham ko'rdiganim mana shular. Limuzinmi, Belgiya bilan Sharaledan qolishi mumkin, lekin limuzin hammasini choyini ichib, mazgisini atalab boraveradi. Mol zo'rin qarang. Aybi o'pishim yo'q. Arqa oldi hamma yo'q kelgan ranglarigacha. Seni olib ketamiz jonivor. Xorazmga ketadi. Namanganga ketishi ham mumkin. Jamashuvga. Qulay yuraman kerak mollar. Bular narxini o'ch bilanda. Mollarning holati haqiqatan tiniq. Hojdog'a, taroziga 55 dan beraverasiz. 58 mingdan berasizmi? Kesin gelmesi uğrağım. Ya gap yo'q. Ish bitadimi axir? Gap yo'q. Hojdog'imiz haqiqiy dehqon. Pixini yorgan mol purushlardan emas. 58 ming so'mdan o'zim ishqibozchilikka mashinasini bering. Bitta klientim bor. Yengil bir 2 ming so'm ustiga qo'yib turib urvoraman degan niyat qildim. Oma haqiqatda. Kasal basa bular ha. Qoni tozami? Onu yer. Cevap kesin uğrağım. Da gap yo'q. Mashina tug'ilgan mash bermadi? Bo'ldi. Bo'ylari 140 chiqmasa kerak. Moyam zo'r ekan, ama shoqib o'ragan. Of, shum qoling. Xorazmliklar lakka bosib ponni solamiz, limuzinga qiziqmaylar. Limuzinning damini beradi. Molni qarang holatini. O'ng qarang. Nima deyapti bular o'zi? Kattasi qaysi o'zi buni? Mo'lcha yoqib qoldi menga. Hojdog'a. Nima beryapsiz bularga? Keling endi suhbatingizni olaylik. Ko'pchilikga, ha? Nima yemlar beryapsiz? Şuncara, müçkes, silos. Yanachi? Hojdog'im ras eng oxirgi
usullar qo'llamasdan oddiy usullarda boqib boradi. Prosta bitta aybi molni zo'rini olib qo'yadi. U puliga qaramaydi olayotganda. Qarovi silyoz, qani oxirlagi zot berich. Ahlat to'la qo'ymaydi. Ha, maytda ekan qizdan. Ya, o'sha. Silyoz yeydi, tuz yeydi. Yemlari nima hoshdaqa? Shunjara, Ha? Bug'doy yarmi? buğday yanına, Ha? Silyoz, tuz, bo'l. Atalab unaqa narsalar. Nimaga bermaysiz atalar? Yo'q. Ash ma'qul. Aka, u zamondan orqada qolib ketibsiz, atalar bermasiz. Hozir 22-asrda dorza muammo solyapti. Garenkasini sotish olsin atalab. Aka yomonmi? Garelkasini sotorsa atalachalar deyapti o'zi. Silyosdan zo'ri yo'q. Hammasini maqtab Silyosni bosaverasizlar kelar. Bash yo'qdi. Menga yo'qdi mana shu qani. Menga yo'qdi mana shu jonivor. Ular yoshlar yosh. Mana Bu qancha sut bergan biladi onasi? ona 35'te. Siz baqqansiz bularda? Ha? Assalomu alaykum. Aka, to'g'risimi ro'zada zamikanni poppanning. Oyog'im og'riyapti. Qanchadan sut bergan? 35 ta saralangan mollar bo'lardi bular. Yo'q. 35. Keling faqat suhbatingizni olaylik. Bu qachon tug'ilgan mana shoq yo'q aka? Bular endi 1,5 yoshga ilashyapti bular. Bo'g'on ham 1,5 yosh. 30 dan pastda sut bermagan bular? Yo'q, uni 30 sanli mollar yo'q. 35 dan tebasda. 35 dan tebas Buni yo'nalishi sut bilan go'shtkada. Bu yo'nalishida ham gap. Zot olsa bo'laveradi, kerocha. Zotkada o'zi bular. Hali 1 metr 120 ali sement olsalar bo'lar emas, to'g'rimi? Kattasi ham bor o'shdaqa? Kattasi nari. Buni ko'rsanglarmi? Qorong'i ketdi, ko'raylik emas o'sha kattasini. Kattasi bor. Hop, shum dahshat. Ularda akasida o'sha. Yo'q. Uyon sotilaveramiz ishqozchilarga. Ha, gaplashaveramiz. Hop. Oshdog'im yangi partiya mollar olib kelyapti Yevropadan. Endi Sementaldan 1 milliard ko'taman deyapti-yu. Bundan mollar bo'lasi bular. Gap yo'q. Bu kirsam bo'laveramiz ichkariga? Ona usadı. Usadim. Turguz beradi. Ha, turgizsin chiqaring. Evet. Oyog'im sinmaganda olishaverardim. Turgizinchi. Qani. Vo. Ha bu yorib-yoribsiz Oshdog'im buni. Maşallah. Bunga haqiqiy 2 oldi bosibsiz Oshdog'im. Ya hiç var bu bir. Ha? Behazila. To'g'rima-to'g'ri yem berib, mayna qo'rsa bo'lar ekan. Görünüm aktora. Yapıyoruz. Adı. Mol, qani, kirsam bo'laverami ichkari? Keling. Ama bu ayağı yakala. Ya, ushalmaydi meni tuzuyman ama. Ya, Oshdog'im. Tekinga bersangiz talab olib ketaveraman. Bo'yi nechi buni? Bo'yi hozir mana bo'yim 80-75. Ha? Menda ahvol past turibdi. Ha? Duru yetmez. O'g'u. Ya, bu kaçameni yo'q qolgan. Tashamay, prosta oyog'im singanda, prosta molni usadi, itti tishlamaydi bo'lmaydi-yu. Bular blogerchilik ham borgan sari qiyinlashib ketyapti. Xo'p. Yosh qanaqa bo'ldi Oshdog'im buni? Yo'q, 2 yashar oldi. Bu narxi nechi bu? Kese gelmez buna. Yo'q. Bo'ldi. Qurbon hayitga hammamizni bitta like bosganlarni mana shunaqa qurbonliklar qilishni nasib qilaversin, Xudo xolasa.